Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. 2026 yil avgust oyida pensiyalar bo'yicha kimlar 300 ming so'm, kimlar 400 ming so'm, kimlar esa 700 ming so'm atrofida qo'shimcha pul olishi mumkinligini sotda tilda tushuntirib beraman. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan yaqinlari bor har bir oilaga tegishli. Men hozir sizga shunchaki raqam aytib o'tmayman. Eng muhimi, bu qo'shimcha pul qanday hisoblanadi? Kimning pensiyasi ko'proq oshadi? Kimniki kamroq oshadi? Kim umuman adashib qolmasligi kerak? Qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur? Hammasini tartib bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar bitta hujjat yetishmagani yoki o'z pensiya ishini tekshirtirmagani uchun oyma-oy 100 minglab so'm yo'qotib yuradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi aniq. Avval bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya oshishi deganda hamma bir xil miqdorda pul oladi degan tushuncha noto'g'ri. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Davlat pensiyalarini oshirsa, demak hammaning pensiyasiga bir xil 300 ming yoki 500 ming so'm qo'shiladi. Aslida esa pensiya oshishi ko'pincha foiz asosida bo'ladi. Ya'ni kimning pensiyasi hozir qancha bo'lsa, oshish miqdori ham shunga qarab turlicha chiqadi. Masalan, bir odam 2 million so'm pensiya olsa, 15% oshish unga 300 ming so'm atrofida qo'shimcha beradi. Ikkinchi odam 3 million so'm pensiya olsa, xuddi shu foiz unga 400 ming so'm qo'shimcha bo'ladi. Uchinchi odam 3 million 800 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, qo'shimcha summa 500 ming so'mga yaqinlashadi. Demak, uchimiz 402 yoki 507 ming so'm degan raqamlar bir xil to'lov emas, balki pensiya miqdoridan kelib chiqadigan farqdir. Oldin qanday edi? Avvalgi yillarda ham pensiya va nafaqalar inflyatsiya narx-navo o'sishi budjet imkoniyatlari va ijtimoiy himoya siyosatiga qarab oshirib kelingan. Lekin odamlar ko'pincha faqat yakuniy pulni ko'radi, menga qancha tushdi deb qaraydi. Hisob kitobning ichiga kirmaydi. Natijada ba'zi pensionerlar qo'shimcha pul noto'g'ri hisoblandimi? Ish staji inobatga olindimi? Ilgari ishlagan yillari to'liq kiritildimi? degan savollarni bermaydi. Hozir nimaga e'tibor kuchaymoqda? Sababi pensiya miqdoridagi har bir o'shish oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport nabiralarga yordam hammasi pensiya pulidan chiqadi. Agar bir oyda 300 ming so'm qo'shimcha bo'lsa ham, yiliga 3 million 600 ming so'm bo'ladi. 9 ming so'm bo'lsa, yiliga 5 million 400 ming so'm, 507 ming so'm bo'lsa, yiliga 6 million 820 ming so'm atrofida qo'shimcha daromad degani. Shuning uchun bu mavzuni mayda masala deb qarash mutlaqo noto'g'ri. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar 300 ming so'm atrofida? Kimlar 400 ming so'm atrofida? Kimlar 507 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin? Buni tushunishmay shartli misollar orqali ko'rsataman. Tasavvur qilaylik. 2026 yil avgust oyida pensiyalar 15% atrofida indeksatsiya qilinadi. Men bu yerda asosiy mexanizmni tushuntiryapman. Aniq rasmiy qaror chiqqanda foiz va sanalar albatta davlat organlari tomonidan e'lon qilinadi. Lekin hisoblash mantiqi o'zgarmaydi. Pensiya qancha katta bo'lsa, foiz hisobidagi qo'shimcha ham shuncha kattaroq bo'ladi. Birinchi guruh 300 ming so'm atrofida qo'shimcha oladiganlar. Bular odatda pensiyasi 2 million so'm atrofida bo'lgan fuqarolar. Masalan, opa 2 million so'm pensiya olyapti. Agar 25% qo'shilsa, 2 millionning 25% 300 ming so'm bo'ladi. Demak, uning yangi pensiyasi 2 million 300 ming so'mga yaqinlashadi. Bu yerda yaqinlashadi deyishimning sababi, ayrim pensiyalarda qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Lekin asosiy tushuncha shu: 2 million so'm atrofidagi pensiyada 300 ming so'm qo'shimcha mantiqan chiqadi. Hayotiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli pensioner aka ilgari zavodda ishlagan, ish staji bor. Lekin oyligi uncha yuqori bo'lmagan. Hozir 2 million ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, 15%lik oshish unga taxminan 307.500 so'm qo'shimcha beradi. Natijada pensiyasi 2 million 307.500 so'm atrofida bo'ladi. Bu oilada oyga 2 marta dorixonaga borilsa, bir martalik dori xarajati 1 ming so'mdan bo'lsa, aynan shu qo'shimcha pul katta yordam bo'ladi. Ikkinchi guruh 4 ming so'm atrofida qo'shimcha oladiganlar.
Bular odatda pensiyasi 3 million so'm atrofida bo'lgan fuqarolar. Agar odam 3 million so'm pensiya olsa, 15% qo'shimcha 4,5 ming so'mni tashkil qiladi. Yangi pensiya 3 million 4,5 ming so'm atrofida bo'ladi. Masalan, bir ayol 35 yil maktabda ishlagan, mehnat staji yaxshi, maoshi ham yillar davomida rasmiy bo'lgan. Hozir u 3 million 100 ming so'm pensiya olyapti. 15%lik o'sish bo'lsa, qo'shimcha 465 ming so'm atrofida chiqadi. Shunda umumiy pensiya 3 million 165 ming so'mga yaqinlashadi. Bu ayol uchun farq nimada? Ilgari kommunal to'lovlar va dorilarni to'lagandan keyin qo'lida 20 million so'm atrofida pul qolgan bo'lsa, endi 40 ming so'm qo'shimcha bilan oziq-ovqat xarajatini biroz yengillashtirishi mumkin. Uchinchi guruh 7-7 ming so'm atrofida qo'shimcha oladiganlar. Bu toifaga pensiyasi 3 million 800 ming so'm atrofida bo'lgan pensionerlar kiradi. 3 million 800 ming so'mning 15%i 7 ming so'm bo'ladi. Demak, bunday fuqaroning pensiyasi 4 million 307 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi uzoq yillar yuqori malakali mutaxassis bo'lib ishlagan, rasmiy ish haqi yaxshi bo'lgan, ish staji to'liq tasdiqlangan. Hozir 3 million 800 ming so'm pensiya olyapti. O'shishdan keyin uning pensiyasi 507 ming so'mga ko'payadi. Bu yerda ko'pchilik savol beradi. Nega unga ko'proq qo'shiladi, boshqasiga kamroq? Javob oddiy. Foiz bir xil bo'lsa ham, hisoblanadigan baza har xil. 15% 2 milliondan olsa 300 ming, 3 milliondan olsa 420 ming, 3 million 800 mingdan olsa 507 ming bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda. Pensiya miqdori o'zi kutgandan ancha past bo'lganlar. Masalan, odam 3 yil ishlaganman deydi, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin. Bu holatda savol tug'iladi, hamma ish yillari pensiya ishiga kiritilganmi? Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq olinganmi? Arxiv hujjatlar bormi? Ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxidan ma'lumotnoma olinganmi? Agar shu masalalar tekshirilmasa, kelajakdagi har qanday o'sish ham past bazadan hisoblanadi. Ya'ni pensiyangiz avval noto'g'ri yoki kam hisoblangan bo'lsa, foizli o'sish ham kamroq chiqadi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar pensiya ishingiz to'liq, ish stajingiz to'g'ri, hujjatlaringiz kiritilgan, pensiya miqdori avval ham tekshirilgan bo'lsa, sizga o'sish avtomatik ravishda hisoblanadi. Ko'p hollarda pensioner alohida ariza yozmasa ham indeksatsiya tizimi orqali amalga oshiriladi. Lekin men baribir har bir o'sishdan keyin bank kartangizga tushgan summa bilan oldingi oy summasini solishtirishni maslahat beraman. Endi juda muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Pensiya o'sishi haqida gap ketganda, hamma faqat yoshga doir pensiyani o'ylaydi. Lekin amalda bir nechta toifa bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar. Har birining hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Birinchi nozik jihat, asosiy pensiya va ustama bir xil oshmasligi mumkin. Masalan, fuqaro asosiy pensiya oladi va unga qo'shimcha ustama ham bor. Ayrim holatda o'sish faqat asosiy pensiyaga tatbiq qilinadi. Ayrim holatda esa umumiy to'lov tarkibiga qarab hisoblanadi. Shuning uchun qo'shnimga dar behim ming qo'shilibdi, menga nega 340 ming qo'shildi deb darrov xulosa qilish kerak emas. Avval sizning pensiyangiz tarkibini ko'rish kerak. Ikkinchi nozik jihat minimal pensiya oluvchilar. Agar odamning pensiyasi eng kam belgilangan miqdor atrofida bo'lsa, unga qo'shimcha hisoblash tartibi alohida bo'lishi mumkin. Ba'zan davlat eng kam pensiya yoki nafaqalarni alohida ko'taradi. Bu holatda foizli hisobdan tashqari ijtimoiy kafolat miqdori ham rol o'ynaydi. Masalan, bir pensionerning hisoblangan pensiyasi juda past, lekin qonunda belgilangan eng kam darajadan kam bo'lmasligi uchun unga to'ldiruvchi summa beriladi. O'sish bo'lganda aynan qaysi qism oshgani muhim bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular uchun ham pensiya o'sishi qo'llanadi, lekin ayrim qayta hisoblash masalalari ish staji, sug'urta badallari va rasmiy daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasman ishlagan bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta ko'rib chiqish huquqi bo'lishi mumkin. Lekin buni avtomatik bo'ladi deb kutib yurish har doim to'g'ri emas. Pensiya bo'limiga murojaat qilib, mening ishlagan davrim pensiya hisobimga ta'sir qiladimi deb so'rash kerak. To'rtinchi nozik jihat. Bank kartaga tushgan pul va hisoblangan pensiya farq qilishi mumkin. Masalan, odamning bank kreditlari
aliment, ijro hujjatlari yoki boshqa ushlanmalar bo'lsa, kartaga tushgan summa kamroq ko'rinadi. U o'ylaydi, menga pensiya oshmabdi. Aslida oshgan bo'lishi mumkin, lekin ushlanma ham bor. Shuning uchun faqat kartadagi pulga qarab emas, pensiya hisob varaqasi yoki ma'lumotnomasiga qarab tekshirish kerak. 5-nozik jihat bir oyda kechikish yoki qayta hisob bo'lishi mumkin. Ba'zan yangi miqdor belgilangan sandan kuchga kiradi, lekin to'lov tizimi texnik sabab bilan keyingi oyda farqni qo'shib berishi mumkin. Masalan, avgust oyidan oshish belgilansa, ayrim to'lovlarda avgust va sentyabr farqi birga tushishi ehtimoli bo'ladi. Bunday holatda vahima qilmasdan rasmiy manbadan aniqlashtirish zarur. 6-nozik jihat pensiya miqdorini qo'shni bilan solishtirish xato. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 22 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 40 yil ishlagan. Birining ish haqi rasmiy yuqori bo'lgan, ikkinchisiniki past bo'lgan. Birida arxiv hujjatlari to'liq, boshqasida ayrim yillar tasdiqlanmagan. Natijada ularning pensiyasi ham, o'shish summasi ham farq qiladi. Shuning uchun u ham yetim yoshda, men ham yetim yoshdaman, nega unda ko'p degan savolga javob yoshda emas, pensiya bazasida. 7-nozik jihat hujjatsiz ish yillari. Ko'p odamlar 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshida turli tashkilotlarda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv to'liq emas. Ish haqi ma'lumotlari yo'q, korxona yopilib ketgan. Shunday holatda pensiya kam chiqishi mumkin. Keyinchalik arxivdan hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu esa faqat hozirgi pensiyaga emas, keyingi o'sishlarga ham ta'sir qiladi. Endi eng kerakli qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hozirgi pensiyangizni aniq yozib qo'ying. Kartaga qancha tushyapti? Naqd olayotgan bo'lsangiz qancha olyapsiz? Oxirgi 3 oy summasini solishtiring. Faqat taxmin bilan emas, aniq raqam bilan ishlang. Masalan, men taxminan 2 million olaman demang. Men 2 million ming so'm olaman deb biling. Shunda o'shdan keyin farqni aniqlash oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya ma'lumotnomasini oling. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki mavjud elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Ma'lumotnomada pensiya turi, miqdori, ustamalar, ushlanmalar ko'rinadi. Agar siz keksa bo'lsangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin odamingiz yordam bersin. Lekin hujjatlarni begona odamlarga berib yubormang. 3-qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa tegishli hujjatlar, bolani parvarish qilish davrlariga oid hujjatlar, ta'lim davri ayrim holatlarda hisobga olinishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Bularning hammasini tartibga keltiring. Agar pensiyangiz past deb o'ylasangiz, aynan shu hujjatlar asos bo'ladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rab ketish bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya miqdorini hisoblashda ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olingan olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 5-qadam, avgust 2026 atrofida rasmiy xabarlarni kuzating. Prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yoki rasmiy davlat manbalari e'lon qilgan ma'lumotga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallarda hammaga bejiz 7 ming beriladi degan gaplarni darrov haqiqat deb qabul qilmang. Bejiz 7 ming so'm hamma uchun emas, u ma'lum pensiya bazasiga ega odamlarda chiqadigan hisob bo'lishi mumkin. 6-qadam, o'shishdan keyin o'zingiz hisoblab ko'ring. Agar pensiyangiz 2 million bo'lsa, 25% taxminan 300 mingga. 2 million 500 ming bo'lsa, 375 ming. 3 million bo'lsa, 550 ming. 3 million 500 ming bo'lsa, 525 ming. 3 million 800 ming bo'lsa, 570 ming. Agar tushgan pul bu raqamlardan keskin farq qilsa, sababini aniqlang. Ustama alohidami? Ushlanma bormi? Qayta hisob keyingi oyga qoldimi? Pensiya turi boshqachami? 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, ilova, elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Ota-onangiz yoki buyingiz hammasi joyida deb yurishi mumkin. Lekin pensiya ishida xato bo'lishi ehtimoli bor. Siz ularning hujjatlarini tartibga solib, rasmiy ma'lumotnoma olishiga yordam bersangiz, bu ularga oyma-oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. 8-qadam, qarzdorlik va ushlanmalarni tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlanayotgan bo'lsa, nima asosda ushlanayotganini biling. Ijro hujjati bormi?
Kredit bo'yicha avtomatik yechim bormi? Bank xizmat haqi bormi? Kartadagi operatsiyalarni ko'ring. Chunki odam pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa oshgan pulning bir qismi qarzga ketayotgan bo'lishi mumkin. 9-qadam. Yolg'on vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman, falon pul bering degan odamlarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar hujjatingiz bo'lsa, davlat organiga rasmiy murojaat qilasiz. Agar hujjatingiz bo'lmasa, uni arxivdan qidirasiz. Hech kim noqonuniy yo'l bilan sizga barqaror va xavfsiz pensiya oshirib bera olmaydi. Demak, avgust 2026 pensiya mavzusida eng muhim gap shuki, 300 ming, dardi 2 ming yoki 7 ming so'm qo'shimcha hamma uchun bir xil tarqatiladigan pul emas. Bu ko'pincha pensiyangizning hozirgi miqdoriga bog'liq hisob-kitob natijasidir. Pensiyasilar darajada bo'yinchoqlari olib berilmagan, pensiyasi 2 million so'm atrofida bo'lganlar 3 ming so'mga yaqin, 3 million so'm atrofida oluvchilar 4 ming so'mga yaqin, 3 million 8 ming so'm atrofida oluvchilar esa bexus 7 ming so'mga yaqin qo'shimcha ko'rishi mumkin. Lekin eng katta masala faqat o'shish foizida emas. Eng katta masala sizning pensiya bazangiz to'g'ri hisoblanganmi? Ish stajingiz to'liq kiritilganmi? Hujjatlaringiz joyidami? Ushlanmalar bormi? Ustamalar qanday hisoblanmoqda? Agar baza past yoki noto'g'ri bo'lsa, har bir oshishda siz kamroq pul olasiz. Shuning uchun hozirdan hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya ma'lumotnomasini oling, shubha bo'lsa yozma murojaat qiling. Sizlardan iltimos, izohlarda yozing. Hozir pensiyangiz qancha va sizningcha avgust 2026da qancha qo'shimcha tushishi kerak? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz bo'yicha alohida tushuntirishlar beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning byudjetini himoya qilishi mumkin.